bittasi yozdi, bir qiziq fakt yozdi. Barselonadan ketadi, 50 millionga ketganda 25 millionini anaqa qolgan, agent olgan. Shunaqa darajada Barselonaga qo'l qo'ydirib olgan agenti. Barselona anaqa qila olmay qolgan. Misol uchun pul olgan, 50 million olganda 25 millionni agentiga berib yubordi. Shu darajada shunaqa shartnoma qo'ydirishga muvaffaq bo'lishgan. Jarohatlar, asosan jarohatlar yeb tashlaganda, chunki oxirida Xavida yarim yil yaxshi o'ynadi bilsanglar. Juda ochildi. Xavi intervyularda bu katta futbolchi deb tinmasdi. E'tibor berardim-da. Unga motivatsiya berib turibdi deb o'yladim. Chunki kelishini baribir bilishadi, talantini bilishadi. Misol Ansu Fati ham men yig'lab nishonlab yotibdi. Odam o'zini biladi-yu, bir paytda Borussiyadan kelgan paytda Azar bilan Ronaldoga o'xshash deyishganda, chap qanotda gullab kelgan Neymar o'rniga olib kelgan. Summa juda katta transfer to'langanda, darhol jarohat olib keyin o'yindi va qiziq tomoni taqdiri hazili deymizmi, o'yin tomonida janjal bo'ldi-yu Barselonada pozitsiyada. Yamal chiqquncha Rafina bilan Dembele o'rtasida kurash bo'ldi. Rafinaga yutqazdi qismi. Chunki jarohati bor, yana ketadi. Yamal 16 yoshida ikkalasini borlar, bu qanotda o'ynamaysalar, quvib yubordi. Chapga o'tdi Rafina, chapga o'tib oltin to'pchi kurashadigan futbolchi bor edi. Iloji yo'q edi. U ketib PSJga. Ketib turib shu Rafina bilan Yamal bilan kurashdi. Ya'ni oxirida shu ikkalasi bilan qoldi endi. Asosan uchalasi aytildi-yu, men 5 bilan 3 o'rtasida men katta farqi yo'q endi. Bu tepada emasmi? Tepada emas. Ochkolar ham kam bo'lsa kerak ularning.